Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Men Qayumoxinur Murodillayevna, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan onlayn ta'lim resurslari bilan ishlash, MOOC kurslari, virtual laboratoriyalar va elektron kutubxonalar haqida suhbatlashamiz. Onlayn ta'lim tushunchasi. Onlayn ta'lim resurslari bu internet orqali ta'lim olish va o'qitish uchun mo'ljallangan vositalar va platformalardir. Masalan, Zoom yoki Microsoft Teams yordamida onlayn darslar o'tkazish mumkin. Ular talabalarga o'z vaqtida va joyidan qat'iy nazar ta'lim olish imkonini beradi. MOOC kurslari nima? MOOC bu qisqartmasi bo'lib, Massive Open Online Courses, keng omma uchun ochiq onlayn kurslar deb nomlanadi. Misol uchun, Coursera platformasidagi kurs Andrew Ng tomonidan. Bu kurslar talabalar video darslar, mashqlar va testlar orqali sun'iy intellekt asoslarini o'rganish uchun yaratilgan. Ko'plab kurslar bepul, lekin sertifikat olish uchun to'lov talab qilinishi mumkin. Mashhur MOOC platformalari. Coursera, Stanford, Yale kabi universitetlarning kurslari, masalan, Python for Everybody kursi. edX, Meet va Harvard tomonidan yaratilgan, masalan, Introduction to Computer Science uchun. Udacity, non-degree dasturlari, masalan, Data Analysis non-degree. Khan Academy, matematika, fizika, tarix kabi fanlar uchun bepul darslar kursi hisoblanadi. Onlayn ta'limda foydalanish uchun bosqichlar: birinchi o'rinda maqsadni belgilash, resursni tanlash, ro'yxatdan o'tish, kursni o'zlashtirish va so'nggi bosqichda baholash va natijalarni tahlil qilish turadi. MOOC kurslar bilan ishlash jarayoni: ro'yxatdan o'tish yoki kursni tanlash, masalan, edX sayti orqali video darslarni tomosha qilish va interaktiv mashqlarni bajarish, forumlarda savollar berish va boshqa talabalar bilan fikr almashish imkoniyati. Kursni tugatgandan so'ng sertifikat olish bosqichlari turadi. MOOC kurslarining afzalliklari va qiyinchiliklari. Birinchi o'rinda afzalliklari haqida to'xtaladigan bo'lsak, misol uchun, Coursera orqali dunyoning istalgan nuqtasida ilm olish imkoniyati mavjud. Qiyinchilik tomoni esa mustaqil ta'lim olish motivatsiya talab qiladi. Ingliz tilini yaxshi bilmaslik siz uchun katta to'siq bo'lishi mumkin. Virtual laboratoriyalar nima? Kompyuterda tajriba o'tkazish imkonini beruvchi stimulyatsiyalar. Masalan, PHET saytida fizika darslari uchun elektr zanjiri stimulyatsiyasi. Kimyo laboratoriyasida xavfsiz ravishda kimyoviy reaksiyalarni ko'rish va tahlil qilish imkoniyatining mavjudligi. Virtual laboratoriyalarning afzalliklari: birinchi o'rinda xavfsiz, xavfli moddalarsiz ishlash imkoniyati mavjud. Takrorlash imkoniyatining mavjudligi: har qanday vaqtda bir xil tajribani qayta o'tkazishingiz mumkin. Masofadan ishlash: talabalar uydan laboratoriya ishlarini o'tkazishlari. Misol uchun, Labster platformasida biologiya laboratoriyalari DNK sintezini o'tkazish mumkin. Virtual laboratoriyalarga misollar: PHET Interactive Stimulation, fizika va kimyo uchun interaktiv modellar. Chem Collective onlayn kimyo laboratoriyasi, masalan, kislota va asos reaksiyalari. Labster keng biologiya va tibbiyot tajribalarini o'z ichiga oladi. Elektron kutubxonalar nima? Elektron kutubxonalar kitob, maqola va boshqa ta'lim materiallarini raqamli shaklda taqdim etadigan platformalar. Misol uchun, Google Books minglab kitoblarni qidirish va qisqacha o'qish imkoniyatini beruvchi kutubxona. JSTOR ilmiy maqolalar to'plami, universitet talabalariga keng kirish imkoniyatini beruvchi kutubxona. Mashhur elektron kutubxonalar: Project Gutenberg minglab klassik kitoblar bepul, masalan, Alice in Wonderland. ResearchGate olimlar o'z maqolalarini joylashtiradigan platforma. Open Library jahon kutubxonalarining raqamli kolleksiyasi hisoblanadi. Elektron kutubxonalar bilan ishlash: ro'yxatdan o'tib, shaxsiy kabinet yaratish, kerakli kitob va maqolani qidirish, masalan, yaratilgani yoki sohasiga qarab ham izlash mumkin. Materiallarni PDF shaklida yuklab olish yoki onlayn o'qish, muhim joylarni belgilash va izohlash kabi imkoniyatlarni beradi. Onlayn ta'lim resurslarining umumiy afzalliklari: har doim, har joyda ta'lim olish imkoniyati mavjud.
Misol uchun uyda o'tirib dunyodagi eng yaxshi universitet kurslaridan foydalanishingiz mumkin. Mustaqil o'rganish va o'z vaqtida o'qish, global hamkorlik va fikr almashish imkoniyatini beradi. Onlayn ta'lim resurslarining qiyinchiliklari: internetga uzluksiz ulanish zarur. Motivatsiya yetishmasligi, o'zini o'zi boshqarishning qiyinligi, til muammolari, ko'plab kurslarda ingliz tilida olib borilishi, amaliy mashg'ulotlarni to'liq bajarishning qiyinchiliklari kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Xulosa o'rnida shuni aytadigan bo'lsak, onlayn ta'lim resurslari ta'limning yangi imkoniyatlarini yaratadi. MOOC, virtual laboratoriyalar va elektron kutubxonalar bilim olishni yanada qulay va samarali qilish imkonini beradi. Ularning to'g'ri va samarali qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirish uchun xizmat qiladi. Quyidagi taqdimot orqali siz uchun onlayn ta'lim resurslari haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildik. E'tiboringiz uchun rahmat.